Rahmat tog'am deyiladi. Bu Arafat tog'i haj katta hajga kelganlar biladan aramizda bormi katta hajga kelganlar? Arafatda turishlik farz. Shu yerda Arafatda turmasa haj bo'lmaydi. Shu Arafat hududi shu yerda turib duo qilinadi. 3 qat mabirman, 3 qat mabirman. Xo'sh. Niçin duo qilinadi? Niçin bir Arafat deyiladi? Arafat deyishning sabab Odam alayhissalom bilan hammamiz yarat jannatdan daraxtni ham mevani yema demay yemaydi Alloh taolo nafsini yeb qo'yadi, shu yerga tushiradi. Odam alayhissalom bilan hammamiz yerga tushgan vaqti ba'zi bir rivoyatlarda 200 yilda topishgan deydi shu yerga ber. Ba'zi bir rivoyatlarda 300 yil deyiladi. 300 yil deyiladi. 300 yil deganda birisini dunyodan oynab ketdi, birisini bu yoqqa ketdi va shu yerda Arafatda topishadilar. Odamimiz bilan mo'minlar. Bizning boshlanishimiz shu yerda topishadilar, shu yerda topilib, topishib, shu yerda Allohga tavba qilib, duo qilinadi, shu yerda tavbalar qabul bo'ladi. Shuning uchun bizlarda qonimizda bor, odamlarimiz gunohkor bandamiz hamma. Hammamiz xato qilamiz, gunoh qilamiz. Charchamalishma. Qabul etsin. Shu yerda tavba qilib, Alloh taolo uchun shunda tavba qiladi. Tavbasi qabul bo'ladi. Arafat tog'i hamma joy Arafat hududi hisoblanadi. Arafat tog'ining hududi. Chetda hajning birinchi amali boshlanadi. Rasululloh aytganlarki, haj hada Arafa deganlar. Ya'ni Arafasiz haj yo'q. Arafa bu haj. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilinadiki, kunlarning ichida eng aziz kun qaysi kun desa Arafa kuni. Tunlarning ichida eng aziz tun qaysi kun? Qadr tuni, Qadr kechasi. Rasulullohdan hadis keladiki, men Alloh taoloning Qadr kechasi va Arafat kunichalik ko'p do'zaxdan ozod qilingan kunni ko'p ko'rmadim dedilar. Ya'ni inson eng ko'p do'zaxdan ozod bo'lgan kuni Arafa kuni ekan. Inson do'zaxdan eng ko'p bizga bo'ldi. Gunohlar kechiriladigan, gunohlar sug'urilayotgan kun ekan Arafa kuni. Arafa kuni bir kun bo'ladi. Hayit, Ramazon hayitidan bir kun oldin Arafa deyilmaydi. Qurbon hayitidan bir kun oldin Arafa kuni deyiladi. O'sha Arafa kuni shetda turishlik juda katta amallardan. Inson gunoh qilmaydigan kun o'sha kuni. Alloh taolo hammamiz o'sha kun shaka yig'sin inshaalloh. Jamoat bilan yig'sin. Shetda ma'lumot 200 yil topishdi. Shetda duolar ijobat bo'layotgan joy. Bu yerda 2 rakat namoz o'qishlik, boshqa narsa kelmagan. Namoz o'qishdan ko'ra duo qilishlik shetda afzal tutiladi. Alloh taoloning rahmati nima uchun? Jabal rahmat, ya'ni rahmat dog'i. Alloh taolo shu kunlar duolarni ijobat qildi. Duolarni qabul qildi. Shuncha paytda 300 yil topishgan o'zi duolarni qabul qilmadi. Shaka kelgan payt duolarni qabul qildi. Tavbasini qabul qiladi shu. Ha, tavbani qabul qildi. O'sha tepalik o'sha Arafat tog'i bo'ladi. Alloh taolo hammamiz gunohlarimizni kechsin. Afiyat o'sha Arafat kunida duolarimizni Arafada shet yilish hammamiz nasib qilsin. Inshaalloh bu yerdagi manzilimiz ham tez tugaydi. Boshqa joylarga ham safar qilamiz inshaalloh. Shu yerda Numira degan masjidimiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, saloroqda. Shu yerda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi hajlarida kelib shu yerda ma'ruza xutba qilganlar. Hajjatul vado, oxirgi haj, xayrlashuv haji. Xayrlashuv haji. Shunda ba'zi sahobalar tushungan. Ba'zi sahobalar bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxirgi haji, cho'da bir boshqacha so'ylab turibdi deb ba'zi sahobalar tushungan. Shu yerda biz erkaklarga vasiyat qilgan namozni mahkam bo'linglar. Ahli ayollaringizga mahkam bo'linglar, ularning haqqidan qo'rqinglar deb turib Alloh taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qalbina solib, qarang bizning dinimizda ayollarga bo'lgan e'tibor, ayollarning haqqidan qo'rqinglar deb yerda oxirgi vidolashuv hajini xutbasini shu yerda qilgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun bu yerda Payg'ambar aytganday namoz o'qish kerak, toqqa chiqish kerak, ne qilish kerak? Faqat bu yerda Arafatda duo qilish kerak. Qiblaga qarab qaragan bir duo qilib turadi, amin deb turamiz. Xudo xolasa inshaalloh qalbimizda nur duo o'za qilamiz. Tavba qiling, gunohlarimiz ko'p. Bu yerga qaragan aytganda tavba uchun kelganmiz. Bu yerga bir sayohat emas bu. Alloh suyib chaqirdi emas. Shu imkoniyatni bu yerda ertaga bormizmi, yo'qmizmi, shu vaqtida foydalanib tavba qiling, gunohlarimizga tavba qiling, duo qiling. Men qaragan duo qilib beradi, xulosa qaragan.
Nimani? Bo'lsa hajjat bodir ozgina gapiramiz. Gapiring. Xo'p, gapiring. Issiq emasmi? Hamma yaxshimi? Agar unaqa bo'lsa yuramiz. Yo'q. Qur'onda eng oxirgi nozil bo'lgan oyat Hurrimat alaykum oyati. O'sha yerda yozib bo'ldiki, Rasululloh shu hajjatul vadoda turardilar-kim, o'sha yerda aytdilar. Agarda men hozir biz haj qilyapmiz, men keyingi yilga yetib bormasam kerak dedilar Rasululloh. Keyingi yilga yetib bormasam kerak dedilar. O'sha yerda ko'p sahobalar Rasululloh aytgan gaplar haq bo'ldiki, keyingi yil hajgacha yetib bormadilar Rasululloh. O'sha yerda keldilar-kim, agarda kimdadir meni haqqi qolib ketgan bo'lsa, haqqini olsin dedilar. Illo hozir men oldimda men rozi emasmanki haqqini olmasa. Kim oldimdan kelib turib meni haqqini olsa, qiyomat qolganidan ko'ra eng yaxshi ko'rgan o'sha meni bo'ladi dedilar. Hech kim qolmadi. Hech kim haqqim yo Rasululloh hammasidan rozimiz degan paytda bitta sahoba turdi. Qaysi sahoba edi? Kim biladi? Ukosha radhiyallohu anhu turdilar. Kim? Ukosha radhiyallohu anhu. Nima haqqim bor yo Ukosha deganda bitta hajga chiqqan paytimiz, jang turgan paytimiz siz meni urdingiz qamchida dedilar. Men ham sizni qamchida uraman yo Rasululloh dedi. Hamma yig'ladi. Dodvoy qildi. Yo Ukosha Rasulullohni urgandan ko'ra bizni jonimizni olgin deb. Yig'lashdi. Yo Rasululloh Ukosha deb qamchini jo'natdilar. U nevaralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhu kichik nevaralarini Ali radhiyallohu anhu jo'natishdi. Ular ketishyapti ekan, eshikdan taqillatishdi. Ona qamchini berar ekansiz. Nimaga ekan? Bobomiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ukosha radhiyallohu anhu urar ekanlar. Aytgin, ey Hasan, ey Husayn, ular Rasulullohni urgandan ko'ra, ular kamsiga biz jonimiz olsin. Ukoshaga aytgin, nima desa beramiz deydi. Yo'q, Rasululloh bizga qamchini olib kelishni buyurdilar. Qamchini olib borishdi Rasulullohga. Mana qamchi yo Ukosha ur deganda, "Yo Rasululloh, siz meni urgan paytingizda meni libosim yo'q edi. Badanimda libosim yo'q edi. Siz ham yeching" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam liboslarini malabisdan yechgan paytlarda Ukosha radhiyallohu anhu qo'llarida qamchilarini oldilarda yerga tashlab turib quchoqladilar. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oqibat cho'ylarida payg'ambarlik muhri bo'lgan. Payg'ambarlik muhrida yaxshi qaraganda Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb so'z yozilgan. Tug'ilgan paytlarda bo'lgan bu. O'shani borib o'pdilar, ko'zlariga surtdilar. "Yo Rasululloh, jonim sizga fido bo'lsin. Qanday qilib sizni urishim mumkin? Muborak badanlaringizga mening muborak qo'llarim, yuzlarim tegib olsa, va shuning hurmatidan qiyomat kunida Rasululloh badaniga qo'lim tegibdi. Rasululloh badaniga yuzim tegibdi. Shuning hurmatidan men do'zaxda kiymasam deb umid qilyapman yo Rasululloh. Shuning uchun haqqimni olgani, meni haqqim endi sizda qolmadi" dedilar. O'sha yerda hamma endi aytdilarki, kimda kim jannatiy odam ko'rmoqchi bo'lsa, va duosini olmoqchi bo'lsa, Ukoshaning duosini olsin. Mana jannatiy inson deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ukosha radhiyallohu anhu ni ko'rsatdilar. O'sha narsa hajjatul vado edi. O'sha yerda oyat bo'lgan, nozil bo'lgan oyat eng oxirgi Qur'onda "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan." Bugunlik kunda sizlarning dinlaring komil bo'ldi dedi Xudo. Va sizlarning dinlaring komil to'liq bo'ldi. Va sizlarga islomda men din bo'lishdan rozi bo'ldim. Va ne'matlarimni sizlarga ziyoda qilib berdim dedi Alloh taolo. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin ko'p sahobalar rasul qo'rqishdi. Hamma sahobalar qo'rqdan, xursand bo'lib turgan paytda ayrim bir sahobalar qo'rqib turishdi. Hamma narsa o'zini poyoniga yetgandan keyin tugashi bor. Hamma narsa avjiga yetgandan keyin uni pastga tushishligi bor. Toqqa tepaga chiqqandan keyin uni pastga tushishi bor. Men nimadandir qo'rqyapman dedi sahobalar. Va Rasululloh o'lgan paytlarda, ular jon olgan paytda hamma qo'rqdi. Kimda kim Muhammad o'ldi desa men uni o'ldiraman dedi. O'sha paytda qaysi oyat? "Va ma Muhammadun illa rasul" degan oyat esdan tushdi. Ya'ni Muhammad ham bir payg'ambar xolos. U so'z mana aytdik-ku, Mus'ab radhiyallohu anhu dedikki, Madinani bir o'zi fath qilgan. Mus'ab radhiyallohu anhu jangda vafot etganlar. Turgan paytda ular islomning bayroqdori edilar. Va qo'llarini kesgan payt, shuni bayroq ushlab turgan paytlar qo'llarini kofirlar kesib tashadi. Va o'zlar otildilarki, mana qo'llari maytani kesib tashaganda bayroqni deb quchoqlab turdilar. Va borib turdilardan qilichni ularga tiqqan payti bitta so'zni aytarlar. "Va ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul" dedilar. Qo'llarini kesgan payti ham shu oyatni o'qidi. Joni chiqayotgan paytda ham shu paytda hali bu oyat nozil bo'lmagandi. Mus'ab radhiyallohu anhu jannatiylar dedilar. Ularni Alloh taolo ikrom etgani, ularni ulug' qo'ygani, u dunyoda ham, jannatda ham ularga ajr berdi. Bu dunyoda ham ajr berdi. Bu dunyoda bergan ajr nima edi desa, "Va ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul" degan so'z Mus'ab radhiyallohu anhuning so'zlari edi. O'sha so'z Alloh taolo oldida Qur'onga Jabroil alayhissalomdan vahiy qilib Qur'onga tushirdi. Bu Alloh taoloning gapi bo'lib turib qiyomat kunida davriga qadar gapirilayotgan, zikr qilinayotgan, eslayotgan gap bo'ldi. Bu
Bu gap asli birinchi egasi kim desa, Mus'ab radhiyallohu anhu niki edi. U Alloh taologa shunday muhabbat, Rasululloh muhabbat qo'ygandan shunday bo'ldi. Hammamiz ham bu muhabbatimiz to'g'risimiz kerak. Alloh taologa va uning rasuliga itoat qilishimiz, Alloh taologa va uning rasuliga qo'rqishimiz, Alloh taologa va uning rasuliga qo'rqishimiz kerak. Hajjatul Vado eng oxirgi shetda bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo ulardan jonlarini oldi. Har bittasi faqatgina ummatim dedilar. O'shandan keyin jonlar chiqib ketgan paytda ham o'sha oxir aytgan so'zlari nima dedilar? Usikum bis-solat dedilar. Usikum bis-solat. Namozga ehtiyot bo'ling dedilar. Namoz eng afzal narsa. Alloh taolo namozning farzligini bildirishlik uchun, uning azizligini bildirishlik uchun, uning haybati, namozning vajohati, uning azizligini bildirishlik uchun Alloh taolo Isro kechasi, Miroj kechasilarini naql qildi. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ziga chaqirdi, namoz farz qildi. Subhanallazi isro bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Masjidil haromdan Masjidil aqsoga Alloh taolo yubordi va Alloh taolo uni osmonga olib chiqdi. Uni Mirojga olib chiqdi. Alloh taolo uni namozni 5 vaqt namozni farz qildi. Shu namoz qanchalik farzlik muhimligi. Hamma jamoatning biz namozga mahkam bo'lmoqligimiz. U dunyo o'tib ketdi. Benamoz paytligimiz, bu betaqvo bo'lgan paytimiz, gunohlarga bosgan paytimiz, ma'siyatli qilgan paytimiz, dunyoga bo'lgan muhabbat paytimiz o'tdi. Alloh taolo bizni bu yoqqa chaqirdimi? Nima uchun chaqirdi? O'zini tanitdimi? Kalomini tanitdimi? Qur'on nima uchun tushgan? Qur'on o'zgarishlik uchun tushgan. Qur'on amal qilishlik uchun tushgan. Sahobalar Qur'on o'qishdi, o'zgarishdi. Payg'ambarimizga yerga Qur'on tushdi, yer yuzi o'zgardi. Yer yuzi hidoyatga qaytdi. Alloh taolo endi biz bu yoqqa chaqirgandan keyin hammamizga hidoyat bersin. O'zimiz ona vatanimizga, ona yurtimizga qaytganimizdan keyin xuddi shunday muhabbat bilan, xuddi shunday taqvo bilan jonimiz chiqqunga qadar shu 5 vaqt namozga qaytayotib bo'lib, namozlarda, ro'zalarda, zakotlarda, iymonda, taqvoda hammamiz Alloh taolo kuch-quvvat ato etsin. Alloh taolo oqibatlarimizni xayrli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qalaka. Allohim o'zing bizlarni jannat turibsan. Amin deb turamiz. O'zing bizlarni marhamat qilib turibsan. Ulug' makonlaringga o'zing chaqirib turibsan. O'zingga beadil hamdlar bo'lsin ya Robbim. Shuncha bandalaring ichidan bizlarni tanlab olibsan ya Robbim. Shuncha xalqimizda, shuncha mahallamizda, shuncha ko'chalarimiz boshqarib olib bizni chaqirding ya Robbim, senga beadil hamdlar bo'lsin. Senga hamdlarning eng ulug'i, eng azizi bo'lsinki, bizlarni musulmon qilding. Musulmon qilganda ham bizlarni ya Robbim ummati Muhammad qilding ya Robbim, o'zingga beadil hamdlar bo'lsin. Ya Robbim bizni senga ojizona qilgan duolarimizni o'zing qabul qilgin. Rasulullohning duolari ijobat. Ularning Odam alayhisolamning duolari ijobat bo'lgan joyda turibmiz ekan, ularning hurmatlarida ham bizlarni ya Robbim duolarimizni o'zing ijobat qilgin. Oqibatlarimizni xayrli qilgin. Ya Robbim hammamizni xonadonlarimizni tinchlik, xotirjamlik ato etgin. To davr qiyomatga qadar xonadonlarimizdan o'zing islom nurini, Qur'on nurini, hidoyat chog'larini magaram o'chirmagin ya Robbim. O'zimizni o'zing islomga bizlarni qoyim qilgin. Bizlarni islomga o'zing xodim qilgin. O'zing bizlarni islomga o'zing xizmatkor qilgin. Ya Robbim oqibatlarimizni xayrli qilgin. Ya Robbim to davr qiyomat kun qadar avlodlarimizdan o'zing qori qur'onlarni, olim ulamolarni, din xodimalarini chiqargin. Ya Robbim elni yurtni oldida aziz qilayotgan farzandlar ato etgin. Ya Robbim elni yurtni oldida yuzimiz yorug' qilayotgan farzand ato etgin. Qiyomat kunida islomning eng aziz bo'lgan, nuri bo'lgan, toji bo'lgan izzat karomat tojlarini, viqor tojlarini kiydirayotgan farzandlar bizga ato etgin to davr qiyomat kunidir. Ya Robbim qiyomat kun qadar avlodlardan o'zing munofiqlarni, fosiqlarni, riyokorlarni, ujubkor, makorlarni, o'zing benamoz din dushmanlarini chiqarmagin. Ota-onaning gapini ikki qilayotgan farzandlar bermagin. Ya Robbim o'zing bizlarni farzand sinov bilan istamagin. O'zing ya Robbim bizlarni oila bilan o'zing sinamagin. Ya Robbim bizlarni kechirgin, bizga rahim aylagin ya Robbim. O'zing oqibatimizni xayrli qilgin. Ayollarimiz ya Robbim sendan qo'rqayotgan, erlarga itoat etayotgan, islomdagi olima onalarimizga, Hadicha onamiz, Oysha onamizga o'xshagan, islomda kamolat hosil qilgan onalarimizga o'xshagan ayollar bo'lmoqligini hammamizga ayollarni nasib qilgin. Ularni o'zing islomga xodimalardan qilgin. O'zing erlarga itoatkorlardan qilgin. Ya Robbim kimda kim erga itoat etarkan, u ya Robbim namozini o'qarkan, ro'zasini tutarkan, u jannatiy dedilar Rasululloh. Hamma ayollarimizni shunday qilgin, ularning jannatiy qatorlaridan qilgin. Oqibatlarimizni xayrli qilgin. Ayollarimizni liboslarini keng qilgin, ularni iffatli qilgin, sharm hayolarini keng qilgin. Ularni ya Robbim hammamiz o'zing qorilardan, olimlardan, ulamolardan qilgin. Ya Robbim bizlarni shunday qilginki, islomga quvvat bo'layotgan, ummat yuksaltirayotgan,
ummatga kuch ato etgan, uning kuchlariga sabab bo'layotgan o'zing farzandlar, to davr qiyomatgacha ajdodlar, avlodlar va bizlarni ham shunday qilgin. Ya Robbim shu paytgacha gunohlarimizga Robbim tavba qilgani keldik. O'zing tavbalarimizni maqbul qilgin. Duolarni ijobat qilishni yaxshi ko'ruvchi zotsan. Duolarni qabul qilishni yaxshi ko'ruvchi zotsan. Ya Robbim payg'ambarlarning eng ulug' bo'lgan Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning hurmatidan, payg'ambarlarning ichida ya Robb ularning hurmatlaridan, farishtalarning ichida eng aziz